Darslarimni ham tugatib oldim. Qizlar kuzligi bilyapti. Bilasizmi, ko'pchiligimizda energiya yo'q, qanaqadir horg'in, ko'proq uxlagimiz keladi. Shu paytda qo'shimcha nima deydi, mashg'ulotlar, qo'shimcha narsalar qo'shish kerak bo'ladi. Misol uchun men energiya beruvchi batlar ichaman, to'g'ri ovqatlanyapman. Kстати, 3 kiloga, bu yerda hozircha ko'rmayapti, ozdim, chiroyli bo'ldim. Va hozir marafonga tayyorlanyapman. Xullas, yana ham shunaqa bo'lib yurishimga, bo'lmasam agar boshqa odam bo'lganda ertalab 5 da kelgan bo'lsa, kechgacha dars o'ta olmasdi. Shuning uchun mana shu narsani qanaqa men amalga oshiryapman, bu haqda bo'lishaman. Ayniqsa o'quvchilarim bilan. Так что, Devul. Kстати, kechki darslarimda 3 ta joy bo'sh.